Do'stlar, Marca nashrining xabar berishicha, Ashraf Hakimi Realga bo'lgan mehrini izhor qilgan va kelajakda Realga o'tish mumkinligi haqida gapirgan. Ya'ni men Realni yaxshi ko'raman va hozirgi darajam Realning o'sha darajasiga, umumiy darajasiga tortadi deb o'ylayman degan gaplarni keltirgan va bu gaplarni Marca nashri ommaga e'lon qildi. Bu degani Ashraf Hakimi Realga o'tishi mumkin yaqin kelajakda. Ha, to'g'ri, Realning u qanotida hozir Arnold va Carvajal bor, biroq Carvajal mavsum yakunida ko'p ehtimol Realni tark etadi. Yoshi ham o'tib qoldi, zaxiraga ham o'tirib qoldi va hozir asosiy da'vogar u qanotga Alexander Arnold. Realning maqsadi esa Arnolddan Kroos yoki Modricni yasamoqchi. Ya'ni Real Arnolddan hujum bilan himoyani bog'lovchi, dirijor, mehnatkash, yaxshi paslar beruvchi, hujum boshlovchi o'yinchi yaratmoqchi. Bilasiz, oldin Realda bu futbolchilar Kroos yoki Modric bo'lgan va ular ketgandan so'ng ularning pozitsiyasi biroz kemtik bo'lib qoldi. Ha, Bellingham, Valverdelar boru, lekin ularning funksional vazifalari boshqacharoq. Biri jangchi, biri hujumkor yarim himoyachi. Arnoldga o'xshagan universal pas beradigan futbolchilar esa Realning yarim himoyasiga hozir darkor va agar Arnold o'sha yarim himoyaga moslashadigan bo'lsa, Ashraf Hakimini yaqin kelajakda Realning o'ng qanotida ko'rib qolishimiz mumkin do'stlar. Xo'sh, siz bu voqelikka qanday qaraysiz? Ashraf Hakimi Realning o'ng qanotiga kelgani yaxshimi, Arnold yarim himoyaga o'tib yoki bo'lmasa boshqa bir universal yarim himoyachi olib kelib Arnoldning o'zi o'ng qanotda qolgani yaxshimi? Barcha fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va obuna bo'lishni unutmang. Shu kabi tezkor xabarlar faqat mendan.